Ovozlarini eshitib ishtahanglar ochildimi? Unda bu mitti somsani birgalikda tayyorlaymiz. Bismillah deb iliq suv, tuz, un solib xamir qorib olamiz. Xamir qorib, xamirimizni tindirib, zolalarga bo'lib, yana tindirishga yuboramiz. Tingan zolalarimizni jo'va yordamida yoyib, videoda ko'rsatilgan tartibda hamma yog'iga yog' surtib, 2 soat tindiramiz. Shunda yupqa qilib yoyish oson bo'ladi. Qiymasi uchun piyoz hamda ko'katlarimizni qovurib, ziravorlar solib, qiyma bilan aralashtirib, sovutib ishlatamiz. Somsamizni eng kerakli bo'lgan joyiga yetib keldik. Xamirimizni shunaqa tortib yupqa qilib yoyib olamiz. Saryog' yoki margarin surtib, qiymamizni solib, rulet shaklida o'rab, videoda ko'rsatilgan tartibda tugib olasizlar. Shunaqa o'rtasidagi qiymalarni orasiga tiqib, ikki chetini chimchilab, tugsanglar oson hamda chiroyli bo'ladi. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, qizigan duxovkada pishirib, dasturxonga tortamiz. Sizlar bilan xosiyat shams bo'ldi. Yoqqanida duo qilishni unutmanglar.